2-3 bor. Xudo xohlasa mana soniyalar qolayapti, lentalar kesiladi. Bizni jannatdan bir qasr deb qurilgan uyimizga kim kelibdi? Qaranglar, Vahobiddin aka Ziyo. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Asqarjon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Juda xayrli ish bo'libdi, ko'rib juda xursand bo'ldim. Hatto hayajonlanib o'tiribman. 40 kunda bunaqa narsa, bu albatta elning birligi, odamlarimizni xayr saxovatga xayrixohligi. Beringlar, bergan har doim yutadi. Ya'ni ulashilgan qo'l, ehson berilgan qo'l yutadi. Sog' bo'ling. Sizga ham katta rahmat. Hurmat qilib kelganingizga katta rahmat. Shu gap. Siz bo'lmaganingizda bu uy bitmasdi. Katta rahmat. Hammaga rahmat. Vahobiddin akamni men 20 yildan beri bilaman. Aynan mana shunaqa ehson tadbir bo'ladigan joyda hech qachon qolmagan. Chunki men 20 yillik aka-ukaman. Mana bugun ham aynan zominda ko'rishganligimizda, mana Asqarjon quradigan jannatdan bir qasr deb quriladigan uyda ko'rganimdan xursandman. Shukur sizlarga. Islomjon, sizga rivoj, quvvat bersin. Ovozga ko'z tegmasin. Xayrli ishlar davomli bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman.